Moda olamiga o'zgacha ruh, nafislik va yangicha qarashlar bilan kirib kelgan Habiba Shamsiddinova o'zining ilk zamonaviy turban dizaynlari bilan keng e'tibor qozongan. U dastlab Kanadadagi nufuzli universitetlardan birida tahsil olgan bo'lsa, keyinchalik Toshkent pediatriya tibbiyot oliygohida davom ettirdi. Tadbirkor, dizayner va ilhom baxsh etuvchi ayol sifatida tanilgan mehmonimiz Dubaydagi moda haftaligida O'zbekiston nomidan qatnashgan ilk ishtirokchidir. Habiba Shamsiddinovaning Sugar Plum brendi orqali yaratilgan kolleksiyalarida o'zbek ayollarining zamonaviylikka intilishi va an'anaviy uslubdagi go'zallik betakror uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Bugun u Sugar Plum brendi asoschisi, muvaffaqiyatli tadbirkor, bloger va eng muhimi 3 nafar farzandning mehribon onasi. Assalomu alaykum Habiba opa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bilamiz, bahor kelishi bilan olami o'zgarib, moda olamiga ham bahoriy bir o'zgacha ruh kirib keladi. Sizda bahor qanaqa boshlandi? Menda bahor Ramazon bilan boshlandi. Juda ham xursandman shu bahorga yetib kelganimizga. To'g'risini aytsam, bu 1 yildan beriga Astanova bilan Toshkent orasida yashayapmiz. Aslida juda ham sovuq. Shuning uchun bahor birinchi kuni Toshkentga keldim va juda xursand bo'ldim. Quyosh charaqlayapti, o'sha daraxtlar gulladi, hozir yo'lda ham ko'rdim. Men uchun bahor bu yangitdan uyg'onish, yangi g'oyalar, farzandlarimni bemalol прогулкаlarga, ko'chalarga olib chiqish. Ayniqsa dizaynerlar uchun. To'ppa-to'g'ri. Habiba opa, nega aynan iminiy Kanadani tanlagansiz? Kanadani nega tanlaganman? Bilasizmi? Men xalqaro maktabda o'qiganman. 12 yil o'qiganman. Men 12-sinfda o'qiyotganimda o'sha men tengqurlar universitetlarda o'qishyapti. Chunki uzoq o'qiganmizda. Universitet tanlash vaqti kelganda birinchi ota-onam O'zbekistonda degan, lekin u payt O'zbekistonda meditsina o'qiganman. Meditsina ingliz tilida yo'q edi. Meni maktabim ingliz tilida bo'lganligi menga udobniy bo'lishi uchun inglizcha universitet bo'lishi kerak edi. Inglizcha universitetlar endi Angliya, Amerika, Kanada variantlarimida. Ularni hammasiga topshirganman. Uchala davlatdan kirgan universitetlarim bo'lgan. Ayam Angliyani xohlagan nimaga? Chunki primoy reyslar bor, yaqin, oyim kelib ketish osonroq. Amerikani hech kim xohlamagan, chunki men ota-onam uchun Amerika слишком demokratichniy va tam ozgina odob, shunaqa narsalar bo'lishi kerak. U yerda hamma xohlaganini qiladigan davlat deb bilishadi. Adam bilan kichkinaligimizda borganimizda adam ko'rgan, bunaqa bo'lishini xohlamayman deb. Kanadaga keladigan bo'lsak, Kanada shu Amerika bilan Angliyani o'rtacharog'i, то есть не слишком консервативный Angliyaga o'xshab, не слишком демократичный, super-duper Amerikaga o'xshab, o'rtaroqdagi, plus Kanadadagi universitetimga men yoqqanman. Ular menga skidka, то есть scholarship so'ramasam ham ular berishgan. Adam, demak bilasan, xohlashayotgan scholarship ham berishar ekan, to'g'ri kelar ekan senga deb. Keyin o'qituvchilarim bilan Mr. Alex Ross, tarixdan o'qituvchim, aytganki, seni naturangga shu Kanadadagi University of British Columbia eng zo'r universitet bo'ladi. University of Toronto слишком qiynab qo'yadi. University of British Columbia'da ham lичность shaxs sifatida o'sasan, ham o'zingni yo'nalishingda bemalol o'qishing mumkin. Ham Vancouver слишком sovuq ham emas. Kanadani sovuq deb o'ylaydi-yu hamma, lekin Vancouver shahri unchalik sovuq ham emas deb. Shunaqa qilib hamma bilan maslahatlashib, rizqim o'sha yerda bo'lgan ekan, o'sha yerga ketib qolganman. Demak, O'zbekistonga yaqin, ob-havo jihatdan ham yaqin bo'lgan mamlakat bo'lgani uchun. Lekin uchish 2 kunida. Koreyaga uchardim, Seulda tranzit bo'lib, keyin Vancouverga uchardim. To'g'ridan-to'g'ri reys bo'lmagan shunda. Yo'q. Kanada universitetidagi birinchi darvozasidan qo'ygan qadamingizni eslaylik. Birinchi kuningiz qanaqa o'tgan? Juda ham qiyin o'tgan. Men sizlarga aytib beraman, ota-onamga viza chiqmagan, bitta o'zim borganman. Tasavvur qiling, 18 yosh qiz, bitta o'zi Toshkentdan Seulga, Seuldan Vancouverga uchyapti. 4 ta katta qizil chamadonim bilan. Endi moda pokaz qilaman deb o'ylaganman. O'shanda ham masalan men meditsina o'qisam ham fashionga qiziqishim katta bo'lganiga
hamma yog'im mos kelishi kerak edi. Oyoq kiyimim, tuflim, ro'molim, o'zimni kiyimim. Shuning uchun rosa ko'p narsa bilan kelgan ekanman. Hamma studentlar bitta chamadon bilan, bitta ryukzak bilan kirib kelyapti. Men 4 ta chamadonim bilan ikkitasini mundoq olib boraman. Keyin orqada yana ikkitasini olib boraman. U yerda endi unaqa bemalol shofyor unaqa narsalar yo'q. Hech kim sizni tanimaydi, hech kim sizga yordam bermaydi. U yerda kutib oladigan odam Bir o'zingiz. Bir o'zim aeroportda hech esimdan chiqmaydi. Ikkitasini olaman, bu yoqqa qo'yaman. Yana ikkitasini olaman. Bu teleshka topa olmay. Keyin nimaga kelib olganimdan keyin universitetga u kampus огромный bir 50-60 mingta student o'qiydigan juda katta universitet bo'lgan. U yerda tam PhD, doktoranturalar, bakalavr, magistraturalar bilan hammasini qo'shsa. Endi unaqa katta bir shaharchada, bir shaharcha. O'sha shaharchada kampusda o'zimni joyimni topib olgunimcha u 4 ta chamadon bilan rosa bo'lgan. No, konkretno ko'zim ochilgan, juda ko'p narsa o'rganganman. Musofirchilikda yashab. Universitetdagi kunlaringiz qanaqa o'tdi? Universitetda Qanaqa kutib kunlarim. oldi universitet sizni? Universitetga kech qolib borganman. Vizam chiqishi cho'zilgan. Shuning uchun men borganimda o'sha anaqa orientation week, ya'ni hamma yoqda ko'rsatib beradigan bir hafta bo'ladi. Boshida o'sha narsalar o'tib bo'lgan. Tanishtiruv ya'ni. Tanishtiruv hammasi o'tib ketgan bo'lgan. Menga shunday qog'oz berishgan. O'zing tanishib olgin deyishgan. Mana universitet, o'zing kir tanish. Keyin borib o'zim tanishib, boshida ozgina qiynalganman. Ester degan bitta koreys o'rtog'im bor edi. Bunaqa dugonam, o'sha qiz bilan do'stlashib olganman. Shu qiz menga yordamlashgan, chunki u qiz o'zi o'sha shahardan edi. Shuning uchun ancha ko'rsatib, shaharni ham, universitetni ham tanishtirgan. Keyin o'sha nima deydi? Toshkentda maktabda o'qib yurganimda oilamdan поддержка katta bo'lganligi, masalan, psixologический bemalol o'ylanmasdim, ota-onam borligi, ular menga o'qiy olasan, uddala olasan deyishganiga yaxshi o'qib yuraverardim. O'ta ham dugonalarga muhtojlik his qilmasdim. Chunki opa-singlim ham bor edi. U yoqda opa-singlingiz yoningizda yo'q, ota-onangiz yoningizda yo'q. Oiladan bundoq kelib turadigan podдержканgiz yo'q bo'lgandan keyin dugonalar xohlab qolar ekansiz. Keyin rosa qizlar bilan tanishib, katta podдержкani, именно oilamdan kelmagan podдержкani o'sha dugonalardan olishni boshlab, o'zimni yangi qirramni ochganman u yerda. Ungacha unchalik sotsialniy bo'lmaganman. Kitobini olib o'qib yuradiganlar bor-ku, prям серый мышка ботаник. Shunaqa bo'lganman maktabda. Universitetda sekin-sekin boshqacha tarafim ochilgan, chunki oilam yo'q bo'lganligi, odam kerak deydi-ku. Shunaqa qizlar bilan tanishib, har xil nimalarga qatnashib, debatlarga, unga, bunga hamma qatnashib, o'zimga o'xshagan odamlar bilan tanishib, krug общениямni kattaytirishni boshlaganman va menimcha shu narsa menga yordam bergan. Shuncha yillar davomida, 4 yil davomida Kanadada bitta o'zim yashashimga, chunki dugonalarim juda ko'p bo'lgan. Любой millatdan bor edi dugonalarim. Ularning orasida til topish qiyin emasmidi? Yo'q, chunki maktabim ham xalqaro maktab edi. Maktabimda ham o'zi korean o'rtog'im bor edi, indus o'rtog'im bor edi, rus o'rtog'im bor edi. Har xil millatlardan malayka o'rtog'im bor edi. Toshkentdagi maktabimda ham. Shuning uchun международный, ya'ni xalqaro nima deydi, do'stlik va sfera men uchun norma edi. Bu yerda ham tez tanishib ketganman. Ingliz tilini yaxshi bilganimga u yerda, qayerdansan desa, O'zbekistondanman. O'zbekistonda inglizcha gaplashadimi desam. Yo'q, o'zbekcha gaplashadi. Ingliz tili meni 3-tilim desam, "Vau, zo'r ekan" deb shunaqa hayron qolishgan. Ular o'ylashgan boshida что O'zbekiston deyishganda bilishganmi? Bir xilgilari Afg'oniston, anaqasidan, anaqa Qozog'iston deb hammasidan davlatlarni aytib chiqishardi. Yo'q, O'zbekiston deb. Musulmon o'rtoqlarim bo'lsa, Al-Buxoriy desam, sразу tushunishadi. Al-Buxoriyni hammasi tanishadi. Hadislarni anaqa to'plami, поэтому Buxoriy desam, всё deb tanib olishardi. Habiba opa, universitet siz kutgandaqa chiqdimi? Ya'ni o'sha ta'limidan qoniqdingizmi siz? Judayam qoniqdim. Men sizga aytsam, yaxshiyam Kanadaga borgan ekanman deyman, chunki keyin Amerikada yashab ko'rganman. 2 yil Kanadadan keyin Amerikadan ko'ra yaxshiyam Kanadani tanlagan ekanman deganman. Odamlari judayam yaxshi. Ayniqsa Vancouver shahrida men uchun odamlar qanaqangi, atrofimdagi odamlar qanaqaligi juda muhim.
bir xilgilar bu narsaga ahamiyat bermaydi, lekin mani empatiyam kuchli bo'lganligi uchun atrofimdagi odamlar qanaqaligi muhim. Masalan, biz student davrimda avtobusda ham yurishni o'rganganman. Avtobusda bundoq chiqsangiz, bundoq prosta kartangiz qo'ysangiz, u rahmat deydi. Siz birovni turtib yuborsangiz ham sorry deyishadi. Judayam tarbiyali, judayam muomalasi yaxshi, mulozamatli odamlar Kanadada, Vankuverda. Shuning uchun menga universitetdagi odamlar ham juda yoqqan. Universitetim menga alohida konsultant bergan edi. Любой savollarim bo'yicha keyin Stephanie haligacha gaplashib turamiz. Nima problema bo'lsa kelib shunaqa deb dardimni ayta oladigan такой mamichkam bor edi. Shu taraflama plus yana qanaqa taraflama. Ko'p taraflama menga universitetim yordam bergan. O'zim xohlagandek bo'lgan, to'g'ri. Katta universitetda siz qanchalik kichkinaligingizni tushunasiz. Masalan, bu yerda sizni masalan hamma sizni taniydi deb o'ylaysiz. Bu bemalolroq bo'lib qolasiz. Zona komfortidan katta universitetda chiqasiz. Katta universitetda 60 mingta, 50 mingta student ichida siz bitta studentsiz, qanaqadir Toshkentdan kelgansiz. Yana boshqatdan ishlab, o'zingiz xohlagan statusga chiqib olishingiz kerak. Yangi professorlarning orasida boshqa. Поэтому juda ham qoniqqanman. Hozirgacha agar u kim universitetlarni maslahat bering desa, o'zim universitetimni jon deb maslahat bergan bo'lardim. Ta'lim-chi, ta'lim qanaqa edi? Ta'limi juda ham kuchli. Menga yoqadigan tarafi u yerda mana fanlarni, deylik matematika fanidan bir 8 xil darsi bor, 8 xil professor o'tadi. O'zingiz xohlagan professorni tanlab olishingiz mumkin. То есть butun nimangizni kundalik schedule'ingizni o'zingiz tanlab olasiz. Qachongi, soat nechidagi matematikani tanlaysiz, soat nechidagi biologiyani tanlaysiz. O'zingizga mosini tanlab olib, bemalol xohlasangiz ishlashingiz ham mumkin. Birinchi ishim ham o'sha yerda bo'lgan. Call centerda ishlaganman. То есть ta'limi juda ham kuchli, ayniqsa science, ya'ni biologiya, ximiyalar bo'yicha. Amerikada, Kanadada doktor bo'lish uchun avval pre-med tugatish kerak, keyin med o'qiladi. Pre-medda prerequizitlari bor. O'qishingiz kerak bo'lganlari bular biologiya, ximiya, fizika, matematika, shu 4 ta fanlardan yaxshi baholarga tugatishingiz kerak bo'ladi. Birinchi ishingizni qanaqa topgansiz? Qanaqa bo'lgan u? Как student siz adashmasam haftasiga 12 soat ishlashingiz mumkin. Call centerdagi ishni shu anonslardan topganman. Universitetda o'zini saytida ishlar bo'yicha anonslar bor, joy bor. O'sha yerdan topganman, o'tganman. Chunki gaplashishni, odamlar bilan suhbat qilishni yaxshi ko'rganimga call centerga ishga olishgan. Call centerda biza oldin universitetda bitirgan odamlarga telefon qilib, har xil temalar bo'yicha ularga yoritib berardik. Masalan, katta library, kutubxonalar borda, kutubxonalar katta binolar bo'ladi. U yerda bemalol dars qilsangiz bo'ladi. Ham kitoblari ham bor. Plus har xil texnikalaridan kompyuter, xohlagan narsangizni ishlatishingiz mumkin. Ularga universitetda bitirib chiqib ketganlar charity qilib yordam berib turishadi. Shunaqa yordam bergisi kelyaptimi deb. То есть, оказывается, odamlarga bir narsa sotish yoki odamlardan pul olish biznes deylik. Biznesda o'sha call centerda boshlagan ekanman. Chunki u yerda siz odamlar bilan birinchi kontakt tuzishingiz kerak, gaplashishingiz kerak. Gaplashganingizdan keyin ularni ishonchiga kirishingiz kerak va ishonchiga kirganingizdan keyin mana shu narsaga yordam berishga ko'ndira olishingiz kerak. Bu ham katta talant. Har tomonlama qobiliyat talab qiladigan kasblardan bittasi. To'ppa-to'g'ri. Bu shu narsani birinchi o'sha yerda boshlaganman, 2 yil ishlaganman call centerda. Xursand bo'lardim. U yerda qo'lingizga pul berishmasdi, chek berishardi. Keyin u chekni bankka olib borib, bankka topshirsangiz, keyin sizni kartangizga u pul tushardi. Bayram o'sha kuni. Da, 100% bayram. Student uchun ayniqsa student uchun o'ta konkretniy student bo'lardim. Chunki общежитиеda turardim. Endi u yerda общежитиелар, конечно, hamma sharoitlari zo'r, но baribir ham общежитие uyda emas. Keyin avtobuslarda yurardim. Toza avtobuslari juda ham yaxshi. No avtobus. Umrimda chiqmagan avtobusimga o'sha yerda chiqqanman. Общежитиеda birinchi kelganimda bitta xonali o'zim xonamda turganman. Hozirgi bitta gap aytaman, faqat kulmanglar. Birinchi kelganmanda qarasam hamma endi joylashgan, aytaman. Bizda уборщицаlar qaysi kunlari kelar ekan deyman. Desam yonimdagi qo'shni qizlar sen gostinitsaga kelmading deyishgan. You're not at a hotel. We clean ourselves deganda. O'zimiz tozalaymiz. Sen gostinitsaga kelmading, общежитиеga kelding. Aman как-то
Bu siz uchun normal holat. Normal holat bo'lganiga qachon kelib tozalashar ekan debmanda. Keyin kiyimlarimni o'zim pastda birinchi etajida yuvadigan nima zonasi bor edi. Kir mashinalari, keyin quritadiganlari. Вот o'shanda nima qilardik? Sekin-sekin ritmga, rejimga tushib olganman. Dam olish kunlari unaqa ishlarimizni qilamiz, boshqa. Общежитие yaxshi edi. Bitta bino qizlarniki, boshqa bino erkaklarniki, har xil otlari bor edi. Shu birinchi unda turganman, keyingi общежитие ham 4 ta qiz bilan hammamizga alohida xona, no общий nimamiz bor edi, oshxonamiz. Shunaqa 4 ta qizli apartamentda turganman. Potom 3-4 kursimda уже alohida kvartira olib, afg'on o'rtog'im Sevar bilan chiqib ketganmiz. Afg'on o'rtog'im ham bor edi. Habiba opa, mana o'qishni Kanadada boshlab, eshitishim bo'yicha Amerikada davom ettirgansiz. Yo'q, o'qishni Kanadada bitirganman, keyin turmushga chiqqanman. Turmushga chiqib, Amerikaga ko'chib ketganman. U yerda yashaganman. Amerika qanaqa ekan? Kanada yaxshimi или Amerika? Men uchun Kanada yaxshi. Men balkim nima deydi, hamma o'zini talabalik davrini oltin davr deydi. Balkim talabalik davrim Kanadada o'tganligi uchun menga shu Kanada yaqinroq tuyular. Lekin Amerikada 2 yil Kaliforniyada yashadim, Los Anjelesda va San Fransiskoda yashadik. U paytlari menda turmush qurganimdan keyin u yerda farzand bilan band bo'lganman, mashg'ul bo'lganman. U yerda postrodovый depressiyam u yerda bo'lgan birinchisi. Lekin birinchi farzandim u yerda ko'rganman, Palo Altoda, shu Google'da, Facebook'da ofislari bor shaharda tuqqanman qizimni. Yaxshi momentlarim ham u yerda bo'lgan, lekin eng qiyin, eng такой kulminatsionni hozirgi lичностni yaratgan, birinchi sindirib keyin yaratgan paytlari ham o'sha yerda bo'lgan. Balkim shuning uchun Amerika uncha yoqmas menga, chunki qiyinchiliklarim o'sha yerda bo'lgan. To'g'ri. No, hozirgi kunga yetib kelishimga sababchi bo'lgan qiyinchiliklar. Ularni ham yaxshi ko'raman. Hozir o'sha payt qiynalganimda yomon ko'rgan bo'lsam, hozir hammasiga alhamdulillah deyman. O'sha qiyinchiliklaringizni ozgina eslaymizmi? Bu tezli emas. Bizim qanaqa bo'lgan? Men 6 oy homilador bo'lganman. Birinchi turmushga chiqqanimdan keyin ham hali universitetni bitirmagan bo'lganman, 4-kursda. Keyin qaytib kelib Kanadada yashaganman. Homilador bo'lganman. Bitta o'zingiz yashagansiz? Turmush o'rtog'im bilan. Qanaqa turmush qurganman? Qishki kanikulimda kelganman. 2 haftaga kanikulim bor edi. O'zi kelishim 2 kun oladi. Kelganimdan keyin 3 kundan keyin to'y bo'lgan. To'ydan keyin 1 haftadan keyin ketganman. Kanadaga qaytib ketganman. Erga tegib, erim bilan birga. Erim Amerikadan bo'lgan, Kanadaga meni deb kelgan. Vizalarni qilib, ketgunimizcha mana universitetni Amerikans bo'lgan shunda ham? Yo'q, o'zbek. Amerikadagi o'zbeklardan bo'lgan. Keyin Kanadada yashaganmiz. Birinchi o'sha yerda homilador bo'lganligimni bilganman. O'sha yerda bolam 6 oy bo'lgunicha o'sha yerda yashaganman. Universitetni bitirib, keyin o'sha vizalarni tayyorlab, Amerikaga ko'chganmiz. U yerda keyin o'sha farzandim tug'ilganidan keyin men har doim ishlashga, o'qishga o'rganib qolganman. Birdan получается universitetni bitirdim, lekin farzand bilan bandman, plus oilani podдержкасы kerak bo'ladi. Eng ko'p u payt oyim kelgan, birinchi oy yordam berganda Amerikaga kelib menga, keyin ketganlar. Dal shu o'zim kun bo'yi turmush o'rtog'i ishda, bitta o'zim nimaga qizimni tili erta chiqqan, chunki faqat qizim bilan gaplashardim. U 1 oylik chaqaloq, 2 oylik chaqaloq, Aisha deb boshlab hamma havas qiladi qizim o'sha tilda gapirishiga, lekin shunga sabab men faqat u bilan gaplashardim. Kстати, maslahat, mamichkalar, agar farzandinglar yaxshi gapirishni xohlasanglar, shu chaqaloqligidan gapiravringlar. Menda noilojlikdan gapirganman, keyin rezultati shunaqa bo'lgan. Tasavvur qiling, siz kichkina 20 bo'lganman bungacha, 19-20 qizsiz. Birinchi farzandingizni ko'rdingiz, begona yurtasiz, yoningizda hech kimingiz yo'q, chunki onangiz kelib ketdi. Ketgandan keyin o'sha bir oydan yana o'zingizsiz, emotsionalniy podдержка turmush o'rtog'ingizdan ham yo'q, har xil problemalar bor. Просто qizingiz bor, o'zingiz borsiz. Bu juda ham qiyin narsa. Hamma yo'ldan uzoqda bo'lib, chetlanib yashash bu qiyin. Lekin
Shunda siz tushunasiz, что sizga bu hayotda hech kim не должен. Nima xohlasangiz hamma yoqqa o'zingiz erishishingiz kerak. O'shanda keyin o'ylardim, yo'q men ham biznes qilishim kerak, nima. Chunki finansiy problemalarga kelganingizdan keyin o'sha yechim qidirishni boshlaysiz. O'sha розовый ochkilaringiz yechiladi. O'sha hayotga boshqacha qaraysiz. Ayniqsa qizim tug'ilishi menga turtki bo'lgan, chunki bizga alhamdulillah ota-onamiz juda ham yaxshi bolalik bergan, butun komfortimizni berib katta qilgan. O'ylayman, menga shunaqa komfort berib ota-onam katta qildi. Men ham shu farzandimga berishim kerak. Hozir buning uchun nima qilyapman, nima qilishim kerak deb o'sha katta mas'uliyat, katta yuk o'sha bo'ynimda bo'lgan. Bu narsa uchun sekin o'ylab qizim birga kirganidan keyin boshlaganman biznesimni. Sugar Plum'ni. Sugar Plum ma'nosi shu qo'shiq bor edi. You're my honey bunch sugar plum deb. U qo'shig'i Aishaga aytardim, qo'yib berardim. O'sha qo'shiqdagi so'zni ishlatganman. То есть buni nomi ham qizimga atab bo'lgan. Chunki qizimdan tug'ilganidan keyin ishlamoqchi bo'lganman, imенно biznes qilgim kelgan. Yangi qadamlar, yangi rejalar tug'ila boshlagan ekan o'sha paytda. Motivatsiyani mощностьsi bo'ladi. Yangi farzand tug'ilsa, u farzandga xohlagan narsa olib berishingiz kerak, lekin qanaqadir momentlar olib bera olmay qolsangiz, bunaqasi ketmaydi. Men bir narsani boshqacha qilishim kerak o'sha deb yangitdan boshlaysiz. O'zbekistonga qaytib kelishingizga nima sabab bo'ldi? 6 yil Kanada, Amerikadan keyin вот qizim уже men o'ta kichkinaligimda nima deydi, bizada shunaqangi oiladan o'sganmizki, что masalan yigitingiz bo'lishi mumkin emas, boshqa erkaklar bilan gaplashish mumkin emas bo'lgan. Hech kim bilan gaplashib ko'rmasangiz, siz o'zi qanaqangi erkak sizga mos kelishini ham bilmas ekansiz. Keyin просто ota-onangiz kimni tanlab bersa, endi ota-onangiz ham ichini bilmaydi hech kimni. O'sha odamga turmushga chiqib ketaverar ekansiz. Da, ota-onam menga doim yaxshilikni ravo ko'rgan deb, ular ham yaxshilikni ravo ko'radi, lekin u odamni kontrol qila olmaydi-ku. Keyin shunaqa bo'lganki, keyin bilsam, umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydigan odam bo'lgan. Uni keyin bilasiz. Chunki ungacha ham yashab ko'rmagansiz, gaplashib ko'rganman, lekin как nima deydi, ayol kishi sifatida o'zingizni hali bilmaysiz, hali yosh bolasiz. Men faqat o'qirdim, aytganman, men botanik edim. Shu ochki taqar edim, keyin operatsiya qilganman, zreniyamni. Ochkilar taqib, kitoblarni olib o'qib yuradigan botanik bo'lganman. Bu narsa temada o'zi erkak kishi bilan qanaqa gaplashiladi, erkak kishining qanaqasi bo'ladi, qanaqasi bilan o'sasiz, qanaqasi bilan depressiyaga kirasiz, unaqalarni umuman bilmaganman, qiziqmaganman. Menga faqat o'qishim kerak bo'lgan. Shuning uchun o'sha boshga tushgandan keyin, bilganimdan keyin, harakat qilganimdan keyin, почти 2 yil harakat qilganimdan keyin уже tushunyapman, что men farzandimga maksimalni yaxshi narsa bermoqchiman. Farzandim emotsionalniy, har taraflama sog'lom oilada katta bo'lishini xohlayapman. Imенно farzandim uchun keyin deganman-da. Demak, farzandimni sog'lom muhitga olib chiqishim kerak deb Toshkentga jo'natib yuborganman. Keyin o'zim ham kelganman. Shunaqa qilib Kanada bilan Amerikadagi hayotim tugagan. Keyin o'qishga kirganman Amerikaga, UCLAga. O'sha yerga bormoqchi bo'lganman. Ota-onam o'sha aytgan, qizim, o'sha farzanding bor, biz xavotir olamiz. Keyin shu yaqinroqlardan deb, keyin Dubaydan universitet ko'rganman. Keyin unga ham ko'rishmagan. Dubayda, kстати, Canadian University bor. Uni ham topshirganman, kirganman. Keyin adam, "Yo'q, qizim, Sanpiga kirib qo'ygan." Sanpiga ham keyin o'qib qo'yganman. O'qishni yaxshi ko'rardim. Hozir ham yaxshi ko'raman. Bilmayman. Menimcha odam borki, har kuni bir narsalar o'rganib turish kerak. Bo'lmasam o'rganmagan saringiz, miyangizni ishlatmagan saringiz qatadi. Orqaga ketasiz. Sanpida qanaqa bo'ldi? O'qish davom etdimi? Sanpida qiyin bo'ldi u yerda juda ham, chunki endi tasavvur qiling, 6-sinfdan beriki полностью ingliz tilida o'qirdim. 6-sinfdan xalqaro maktabga ko'chgan bo'lsam, 11 yildan beriki faqat ingliz tilida o'qiysizda. Keyin kelib Sanpiga Yevropotokka ruschaga, ya'ni хотя бы ruschaga kirdim. Endi rus tilini bilganim bilan meditsinskiy terminlarni, hech narsani men bu o'qish bo'yicha hech narsani bilmas edim. So'zlarini, boshqani. Endi u yoqda yaxshi o'qiganingiz bilan, bilmangiz bo'lgani bilan uni
chiqarib bera olmasangiz, sizga qanaqa qilib Undan ham baho qiyin. qo'yishadi, undan ham qiyin. Keyin har bitta leksiyalarimiz qanaqa boshlanardi. Ana Kanadadan kelgan qiz kim edi? Butun potokda men turardim. Menman. Nima keldingiz? Biz u yoqqa bora olmayapmiz, siz kelib oldingiz. Demotivatsiyada masalan, voy shu odamlar yana Kanadadan kelgan qiz qaysi deb so'rashmasaydi deb turardim-da. Aytishmasa-da berkinib. Ha, endi nimaga keldingiz? Aytib berasiz, mana shunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Keyin ajrashib, "Maqi keldim" deysiz-ku butun potokka. Shuncha, shunaqa bo'ldi. Voy biz bora olmayapmiz. Voy shunday joylarni tashlashga keldingizmi deb. Okey, u Kanadadan kelganligim 1 yil aylangan bo'lsa, 2-yil nima aylandi bilasizmi? Nima aylandi? O'sha sugar plumni bu yerda boshlaganman. Ko'kak hobbi sifatida olib boryapman. Bu yerda Sanpida o'qiyapman. Ertalab Sanpida o'qirdim. Obeddan keyin, o'qishlarimdan keyin sugar plumga borardim. Undan keyin fitnessga borardim. Juda aktivniy edim ekan. Sugar plumni rivojlantirib, Dubai Modest Fashion Week'ga qatnashganman. Dubayga borib. O'sha prям hamma yerda SMIlarda tarqab ketgan uni yangiligi. UzNews qo'ygan. Birinchi bor Centralniy Aziyadan, O'zbekistondan o'zbek dizayneri bu Dubayda pokazda qatnashdi. Dudun-sudun deb yangiliklar hamma yerda chiqib ketdi. Endi Sanpida ana Dubayda pokaz qilgan. Endi Kanada o'zgardi. Kanada endi o'zgardi. Sizmi dedi? Ha, menman desam, nima qilib yuribsiz Sanpida? Shunday gulday hunaringiz bor ekan. Yo, endi uni ham buni ham qilyapman-da desam, shu hunaringiz bor ekan, shunday pokazlar qilar ekansiz, yaxshi pul topar ekansiz. Nima qilasiz bu yerda qiynalib? Shunaqa deyishardi. Yo, endi buni ham o'qib qo'yishim kerak desam, diplom kerak xolasmi? Baribir bu ishni qilmasangiz boshqa ishingiz bo'lsa deb. Yo'q, hali aniq emas, balkim buni ham qilarman derdim. Xullas har safar o'zim Sanpida kunim nima bilan o'tardi, отчитываться qilardim, tushuntirardim o'zim nimaga bu tanligimni. Keyin Dubayda Rabia Zargarpur degan juda ham kuchli mashhur dizayner, dizaynerlarning mamasi, onasi bilan tanishdim. Chunki imенно Modest Fashion'da boshlagan pionerlardan biri ular. Ularga meni dizaynim yoqdi. Ular aytdiki, xohlasang men senga mentor bo'laman dedi. Ustoz sifatida. Xo'p dedim. Ular keldi. Biz mentorim bilan 1 oy bo'tda ishlaganmiz. O'zini fashion akademiyasi bor. O'sha yerda men o'qiganman. Keyin unaqa o'qishim ham bo'lgan. Ko'pchilik so'raydi, o'zi dizayn sohasida yoki fashion sohasida o'qiganmisiz deb. Imенно fashion entrepreneur, ya'ni fashion предпринимательство, fashion tadbirkorlikka o'qiganman ularda. Keyin aytgan, Habiba, sen shuncha paytdan beri harakat qilyapsan, shu sohada rezultatlaring zo'r, ko'ryapman, sotuvlaring zo'r. Nimaga o'zingni qiynab, u yoqqa ham boryapsan? Senga shu ota-onangni rozi qilish uchun shu diplomcha kerakmi? Undan ko'ra shu vaqtni brendingga sarflasang qanaqangi zo'r bo'lib ketasan? Shuncha energiyani, shuncha vaqtni degan. Keyin ota-onam bilan o'tirganmiz, gaplashganmiz, tushuntirganmiz. Hamma so'ragan, даже Rabia Zargarpur ham so'ragandan keyin men o'ylaganman, rostdan men nima Sanpiga boryapman? Nimaga отчет topshirish uchun? Da, hammaga o'zimni tushuntirish uchunmi deb. Chunki asosiy problema bo'lganki, Sanpida endi u yoqda faqat informatsiya olgan bo'lsam, bu yoqda na деле qilishni praktikalar boshlanganda. Sanpida 3-kursda praktikalarimiz boshlangan. Praktika paytida menga yoqmasdi. Chunki menga aytdim-ku sizga, menga atrofimdagi odamlar qanaqaligi ta'sir qiladi, empatiyam kuchli. Больницаga borsangiz, kasallarni ko'rardim. Har xil kasallar bor. Kimdir даже yaqinini yo'qotib qo'yishi mumkin. Har kuni kasal, har kuni shu negativniy aura. Men o'tdan chiqardim, kayfiyatlarim buzilib ketardi praktikadan keyin. Keyin bilsam, meni naturamga, empatiyasi kuchli odamlarga doktor bo'lish to'g'ri kelmaydi ekan. Chunki ming bilimingiz bo'lsa ham, o'sha odamlarning dardini eshitib yoki o'sha odamlarni davolayman deb siz o'zingizga jabr qilar ekansiz. Chunki hamma yoqda o'zingizga ovorar ekansiz. Doktor bo'lish uchun bemalol morgda o'likni ochib olib turib, yonida kofe ichib o'tirish kerak ekan. O'shanga ko'zingiz yetsa shunaqa qila olashingizga, masalan, men bu o'lik odam yotibdi-da, uni ichlarini ochib, ko'rib, kofe ichib o'tiribsiz. O'sha narsaga bemalol bo'lsangiz, doktor bo'lsangiz bo'lar ekan. Agar bunga bemalol bo'lmasangiz, masalan, mazangiz qochsa yoki keyin
tushlaringizga kirib chiqsa, unaqa bo'lsa, demak bu sizni Sizdan doktor chiqmaydi degan. Da, keyin men yo'q dedim. Keyin undan chiqib kayfiyatim buzilardi. Shukur bilan o'zim butikimga borsam, u yerda chiroyli, baxtli, sog'lom ayollarni ko'rardim. Ularga keyin chiroyli turbanlar kiydirib qo'ysam, kiyimlar, namazniklar kiydirsam, ularning ko'zlari yayrab xursand bo'lib chiqib ketishadi. Men shu tarafda bo'laydi. Bu ham bir baxt beradi-da. Конечно, конкретно. И har kuni xursandchilik, naqadar qiynalib ketdi. Emotsionalniy qiyin o'zi kasallar bilan ishlash. Doktorlarga katta-katta rahmat aytaman. Oranglarda doktorlar ko'rayotgan bo'lsa, chunki bu juda ham katta ish. U nafaqat u 10 yillab o'qiganingiz, balki emotsionalniy kuchli bo'lishingiz kerak juda ham. Bu odam har xil vaziyatlar bo'ladi, kasallar, boshqa operatsiyalar, u bu ming xil narsani ko'radi. O'sha narsani bosib o'tib ham normalniy yashab ketish O'zi bir qiyinchilik. da. Menimcha doktorlikda eng katta og'riqligi bu emotsionalniy nagruzkasi. Chunki bitta odamning hayoti yoki bitta odam nimasini Allohdan yoki sizni qo'lingiz orqali berilishi yoki olib qo'yilishi. Endi shukur filimga o'tamiz. Qizimga bag'ishlangan o'zi dedingiz. Shuni davom ettirsak. Qizimga bag'ishlangan, chunki o'zi rangi ham rozoviy. Qizlarning rangi, o'zim ham yaxshi ko'rgan rangim rozoviy. Вот. И at o'ylayotganimda o'sha payt ismimni hali alishtirmagan edim. O'sha payt ismim Dilnoza edi. И Dilnoza dizaynerlar bir 4 ta chama bor edi o'sha payt. Bilsangiz kerak, ko'p dizaynerlarimizning ismi Dilnoza. Я такая очередной Dilnoza dizayner bo'lib, brendi Dilnoza Birbaloyevni bo'lishni xohlamayman. At qo'ymayman. Tak, o'zim ismimni ishlatmayman. O'zim Amerikadan yangi kelganman. Inglizcha qanaqadir chiroyli so'z xohlayapman. Qizimga nisbatan tak erkalaydigan yoki Honey Bunch yoki Sugar Plum. Keyin Sugar Plumni tanladim. Sahrni sliva degani. Shakarli, olxo'rmi, slivami shunaqa. Buni yurishi qanaqa bo'ldi, Habiba opa? Buni yurishi Birinchi anaqa baribir biznesga birinchi kirib kelish oson bo'lmaydi. Har bitta qadam etapma-etap bo'ladi. Bu qanaqa bo'ldi? Meni nimamda osonroq bo'ldi. Nimaga? Menimcha bunga 3 ta faktori bor. Eng birinchi faktor to, что men o'zi biznesmenlarning oilasi katta bo'lganman. Adam biznesmen, oyim adasi ham biznesmen bo'lgan. Gendan o'tgan. Da, то есть yoshligimizdan biznes qilinishini ko'rib o'tganmiz. Bizda bu o'sha gendan o'tgan, ko'zimiz pishgan qanaqa oldi-sotdi qilinadi. Akam biznesmen, biznesmenlarning oilasida katta bo'lganman. Bu juda katta rol o'ynagan. Ikkinchisi, men bu biznesni hamma qilayotgan narsa bilan boshlamaganman, yangilik bilan boshlaganman. Hozirgacha yangilik tarafdoriman. Boshqalarni ko'chirish emas. Ko'pchilik nimagadir shunaqa qiladi-da. O'zimni nafaqat o'zimni brendim. Men turban chiqarganman. Turban degan narsani o'zi yo'q edi. Kofta bor, to'g'rimi? Ko'ylak bor, yubka bor. Uni даже bichimini ham shundoq burdadan olib, tekinga internetdan olib ham bichib chiqarib olsangiz bo'ladi. Lekin turbanning bichimi yo'q edi. Tushuntira olaman? Masalan, ro'mol bor, do'ppi bor, lekin bunaqangi ro'mol, который tayyor kiyib oladigan, buni qanaqa qilib bitish, qanaqa qilib tikish hech kim aqliga kelmaydigan narsa. Buni men ro'molni o'raganman-da, o'raganimdan keyin o'shani maksimalni buzmasdan yechib turib, keyin uni qanaqangi o'raganimni chiqarib turib, andaza yasaganmiz. То есть bu yangi ixtiro. Shuning uchun, конечно, yangi ixtiro. Uni boshqa varianti yo'q. Masalan, qimmat brendlardan kofta sotib olmoqchi bo'lsangiz, arzonrog'i bor bozorda, to'g'rimi? U paytda arzonrog'i ham yo'q edi. Keyin ko'payib ketgan, lekin hozirgacha bizning modelllarimizni qiyinlarini chiqarisha olmaydi. Oddiylarini chiqarishadi. To klientlarim farqini katta bilishadi. Yangi narsa, u narsaga hamma qiziqadi. Juda ham aktual payt bo'lgan, chunki ro'mol juda ham aktualniy bo'lgan, ro'mol o'ramoqchi bo'lganlar. Biz o'zbek bo'lganimiz uchun. O'zbek bo'lganligimiz uchun. Uchinchi faktori ham bor. Uchinchi faktori shuki, men bu narsaga juda ham ishonaman. To, что rizq Allohdan. Men bu narsani уже ajrashib bo'lganimdan keyin farzandimga yaxshi ona bo'lay, farzandimga xohlagan narsasini olib beray deb boshlaganman. Demak, Alloh farzandimning rizqini ham menga bergan. Shu taraflama ham menimcha ishim juda ham yaxshi yurishgan. Meni fikrimcha, men ozgina harakat qilsam 11 baraka kelganda ishimga. Shu narsani o'zim hayron qolganman. O'ylaganman, hali ko'p harakat qilishim kerak, unaqa o'ringa chiqish uchun desam, нет, tez chiqamiz.
Biznesingizdagi eng anaqa pikka chiqqan nuqtalari. Biznesimda o'zi любой biznesda pikka chiqadi, sal yaxshilanadi, tushadi, keyin yana chiqadi, shunaqa. Bizda eng pikka chiqqani bir marta biz hech qachon skidka qilmasdim oldin. Umuman skidka qilmas edim, chunki bizda ostatkan o'zi bo'lmas edi. Bir marta tug'ilgan kunimga birthday sale qilganman. U payt Glinkadagi butikimda edi. Birthday sale qilganimda, endi bitta turbanim $30, eng qimmati $40, eng arzoni $25 turar edi. Biza skidka qilganimman faqat bir kunga, tug'ilgan kunim evaziga, не потому что savdolarimiz yo'q, просто sizlarga mendan hadya deb qilganman. Shunaqa ko'p odam kelgan. Bir kunda o'sha payt qancha topgan edik? Bir $10,000 topganmizmi? Yo'q, undan oshgan edi yo'q. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, qancha turban sotish kerak. Bitta turban $25-30 tursa, nechta turban sotganmiz o'sha kuni. Chunki odamlar yog'ilib kelgan, chunki hammaga yoqar edi, lekin hamma ham o'ziga позволить qila olmas edi. O'sha kuni skidka qilganman. Незначительно, но skidka. Birinchi marta meni brendimni tarixida. O'shanda qanaqa darajada meni mahsulotim kerakligini, qanaqa darajada odamlar ertalab biza u payt 8:30da ochilsak, 8dan turib olishgan. Ana, Glinkada lesnitsalarim bor, lesnitsamda turib olishganda. Sotib oluvchilar. Hali ochilmay turib. Shu darajada odamlar xohlar ekan meni narsamni deb o'shanda yetgan menga qaysi darajada kuchli brendligim. Hozir esa yaqin oradagi pikka chiqqan momenti qachon bo'ldi? Men yaqinda Ostonada bitta выставкада qatnashdim. U ham modest brendlar выставкasi edi. U yerda hali hech kim meni tanimasdi, reklama umuman qilmaganman. Просто o'zim o'sha payt Ostonada bo'lganimga keyin qatnashib ko'ray dedim, ikkita reyl joy oldim. Просто oldinlari Moskvada, Olmaotada qatnashib turardim, Dubayda. Bu safar Ostonaga dedim. Umuman reklama qilmadim, hech narsa kutmadim, o'yladim. Hech kim meni tanimaydi, просто endi tanilishga hech narsa sotmasam ham kerak deb o'yladim. No, burkinilarimga hamma yugurib keldi o'tda. Оказывается, Ostonadagi odamlar ham tanishar ekan meni. Men sizdan oldin Olmaotada turban olganman dedi. Keyin bittasi men Shimkentliman, men Shimkentdan spetsialniy sizni magaziningizga Toshkentga borardim. Men bu turban olganman, buni olganman. Men shu burkiningizni ham olmoqchi edim, yaxshi olib keldingiz dedi. O'zim hayron qoldim. Akasi ba'zan biz o'zimizni qanchalik uspeshniligimizni yoki mashhurligimizni sezmas ekanmiz. Qozog'istonda qanaqadir severida, O'zbekistondan ancha uzoqda-da u. Olmaotada biz tanishini, klientlarim borligini bilaman. Shimkentda bor klientlarim. Lekin Ostonada ham borligini bilmagandim. Men endi Xayolingizga kelmagan bo'lgan. Hayolimda ham kelmagandi. Yana bittasi aytdi, "Voy, qizingiz yaxshimi, o'g'lingiz yaxshimi? Katta bo'lishyapti." Oilangiz yoqadi. O'sha meni подписчикim ekanda. Ular bemalol kelib narsalarimni, turbanlarimni, burkinilarimni olishyapti. Vau dedim. Demak, bemalol u любой davlatga, любой shaharga borib o'zimni tovarimni sotishim mumkin ekan dedim. O'sha ham men uchun pik bo'lgan, chunki burkini o'sha yangi sfera, no bu ham hozir gullayapti. Oxirgi 3 yildan beri. Burkini haqida gaplashaylik. Burkini bu bilmaganlar uchun suzish kiyimi, ayollarga yopiq suzish kiyimi. Hozir ko'pchilik ayollarimiz o'rangan, даже o'ranmagan ayollar ham unaqa ochiq kupalnik kiyishga o'zini komfortni his qilmaydi. Bir xilgilari bor, skromniy bo'lganligi uchun emas, balki kojasi quyoshga tegib zarar bo'lmasligi uchun, qarib ketmasligi uchun, dog' tushmasligi uchun ham yopiq kupalnik xohlashadi. Bir xilgilar o'zlari o'ranmagan bo'lsa ham, qaynonam bilan dam olgani ketyapman, menga yopiq kupalnik kerak deb unaqa sababdan ham, umuman sabablari juda ko'p. Nimaga? Burkinilarimiz juda ham mashhur. Men o'zim o'rangan bo'lganimdan keyin dam olgani chiqqanimda burkini qidirardim. O'sha Turkiyadan ham qidirganman, Dubaydan ham qidirganman. Ular hammasi qanaqadir eski sportivkalarga o'xshagan stilda edi, sportivniy stil. Ammo albatta sportivniy stil kiyishim shart emas-ku. Takoy женственный narsalar, chiroyli ranglar, rozovoy, qizil, har xil ranglarda kiygim kelar edi. Ular yo'q edi keyin, конечно же, yo'q ekanmi. Demak, men o'zimga qilishim kerak deb qilganman. Demak, yaratishimiz kerak degan g'oya bo'lgan. Menga kerakmi, boshqa ayollarga ham kerak deganman. Keyin oddiy kupalnik oldin sotib olganlarimda, chiqqanimdan keyin basseyndan chiqsam, u ho'l bo'lganiga bir pasda bellarim og'rib qolardi.
ho'l bo'ladi, ho'l kiyimda tursangiz. Ayniqsa men yoshligimda pochkam og'riganda, Mendayam. sizda hammi вот pochka og'rigandan keyin ho'lda yurish mumkin emas. Bu diskomfort. Keyin aytganman, demak, специальный material ishlab Bo'lishi chiqarish kerak, который tez quriydi. Shunaqa qilib Istanbulga borib, специальный kupalnikda tez quriydigan materialni topib, ustiga o'zim chizgan, o'zimni dizaynimdagi printlarini chiqartirib, hamma ustida yana просто kupalnik anaqa bo'ladi, shu pareo ustidan kiyib oladigan nakitkalarini ham o'ylab topib, boshiga turban, полностью xohlaganlarga bunday tayyor ro'mol, hijoblilarini ham chiqazib, burkini kolleksiya chiqazganman. U juda ham zo'r sotiladi. Hozirgacha Dubayga borsam, hammasi to'xtatib, "Qayerdan olding burkinini?" dedi. Vyetnamga yaqinda bordim, u yerda hamma to'xtatib so'raydi. Qayerga borsam, hamma to'xtatib so'raydi. Hozir hamma chet elga chiqisi keladi, dunyo ko'rgisi keladi. Turizm rivojlanib, gullab ketayotgan zamonda turizm bilan birga burkinilarimiz ham gullayapti. Demak, turizmni rivojlansa, yana ham sizni brendlaringiz gullaydi. Da. Klientlarim ham aytishadi, "Voy, men bu burkinini sizdan olib kiydim." Hamma to'xtatib so'radi u yerda ham. Diqqatga borishsa, ularni ham to'xtatib so'rashadi. Chunki rostdan ham bunaqa chiroylilari yo'q. Hammani o'ziga jalb qiladigan yarki narsalarda. Ayol tadbirkor sifatida O'zbekistonda qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelgan paytlaringiz bo'lganmi? Единственный qiyinchilik, men ayol tadbirkorman и asosan ayollar bilan ishlayman va ayollarga sotaman. То есть meni mahsulotlarim ayollar ishlab chiqaradi, ayollar tikadi, bichadi, pakovka qiladi, sotadi va ayollar olib kiyadi, sotib oladi. Bu sistemada bitta narsasi menga qiyin bo'lgan, boshida ayollar bilan ishlasangiz, ayollarning ishi oilasida eng muhim emas. Asosiy pul topadigan odam eri, to'g'rimi? Eri yoki otasi, akasi, erkaklar va ayollarning ishiga ikkinchi darajali yoki uchinchi darajali qarashadi. Shuning uchun ishchilarim qaynatam unamay qoldi, qaynam unamay qoldi, erim unamay qoldi. Voy, farzandim kasal bo'lib qoldi, farzandim u bo'lib qoldi deb sistemning ishga chiqishi qiyin bo'lgan boshida. Shu narsaga qiynalganman, lekin hozir menimcha aynan shu ham men uchun plus, chunki ayollar bilan ishlaganimga endi tilini bilib oldim. Endi ular bilan qanaqa ishlashni bilib oldim. Ularni kerak bo'lsa uyiga mashinkalar qo'yib qo'yganman. Ishga chiqa olmagan kuni uydan tikishadi. Biz voditeldan berib yuboramiz. Demak, shu darajada sharoit yaratilgan. Da, sharoit bemalol yaratilgan. Mana bitta ishchim turmush qurgandan keyin 2 yil kelin bo'lganiga uyda ishladi. Keyin bemalol chiqdi. Yana bitta ishchim men bilan teng homilador bo'ldi. Homiladorligida farzandi bilan bemalol uyda bichdi. То есть sharoit maksimalni yaratib beraman, chunki yangi ishchi olib unga o'rgatganda minusga ketadi. Undan ko'ra o'sha o'rgangan ishchini maksimalni yaxshi sharoit qilib berib ishlatgan osonroq. Qiyinchiligim ham shu bo'ldi, yutug'im ham shu bo'ldi deyman. Plus ayollar nafaqat pul uchun ishlashadi, chunki pul eridan ham ololadi. Ular ayollar communityni yaxshi ko'rishadi. Ishga borayotganda mana shu hozir qolgan qizlar bilan ko'rishaman, gaplashaman, dardlashaman, kerak bo'lsa fikr almashaman, energiya obmen, plus uydan chiqqani bahona hamda bu. Chiroyli kiyinib, yasanib ishga borishadi. Shuning uchun ularni ham hayotini, sifatini yaxshilayotganimga, ular ham gullab yashnayotganiga men ham ko'rib xursand bo'laman. Nafaqat klientlarim, balki ishchilarim ham meni ishxonamda men bilan ishlab o'sishadi. Moliyaviy tomondan qiyinchiliklar bo'lmaganmi? Moliyaviy tomondan qiyinchiliklar hozir ham bor, chunki qancha ko'p topganingiz bilan shuncha ko'p vложение qilishingiz kerak. Hozir bizda mana Sugar Plum eng katta hali tarixda bo'lmagan butikni ochyapmiz. Butik, sex, sklad, то есть katta joyda remont ketyapti. Bu remontga vklad juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun moliyaviy taraflama qiyinchiliklar bo'lib turadi. No, любой biznesga вложение qilmasangiz, o'zingiz pul tikmasangiz, unaqa katta daromad ola olmaysiz. Po-любому topgan daromadingiz katta foizini yana qayta o'sha biznesga tikishingiz kerak. Yuqorida aytib o'tdingiz, brendlaringizning tarqalishida, ommalashishida sayohatlaringiz ham o'rni bor ekan. Albatta. Menimcha любой tadbirkor qancha ko'p sayohat qilsa, shuncha ko'p ideyalar oladi, o'rganadi va o'zini mahsuloti bilan sayohat qilsa, meni situatsiyamda shunaqa, men har kuni turban kiyaman, har kuni plyajda
kupalnikka o'zimni burkengilarimda bo'laman. Shuning uchun birinchidan qanchalik odamlarga yoqishini bilib olaman. U yerda qancha ko'p odam kompliment bersa, so'rasa qaysi magazindan olding, prям торговляda yursam so'raydi-da, "Men boshingdagi qaysi magazin?" dedi, "Ko'rsat, men ham kirib olaman" deb. O'shandan qanchalik mahsulotimga talab kuchliligini bilaman. Plus o'zim kiyib yurganimda o'zim qanchalik masalan birorta narsa chiqarsam, "Ha, bu kiyim cho'ta menga neudobnilik qilyapti." Borib o'zgartirish kerak. O'zim kiyib o'zimda sinayman. Uchinchidan esa boshqa narsalarni ko'rib, odamlar nima kiyyapti, nima qo'yyapti, u yerdan ham ideyalar olib, motivatsiya bo'ladimi, inspiration, ilhom olib, keyin bu yangi kolleksiyalarimda o'sha olgan ilhomlarimni ishlataman. O'sha sizga ilhom beradigan, yanada o'sha sizni nima deydi, o'sha moda olamida yangi brendlarni yaratishingizga asos bo'ladigan qanaqa davlatlari bor? O'zingiz maza qilib sayohat qilgan davlatlarni aytsangiz. Maza qilib sayohat qilgan davlatlarim Yevropa, Italiya, Ispaniya. Ispaniyani juda ham yaxshi ko'raman. Ispaniyani juda ham yaxshi ko'raman. Har yoz o'sha yerga boramiz. Dengizi yoqadi, odamlarini kulturasi, kстати, o'zbeklarga o'xshaydi ispanlarni. Italiyani bilasiz, modani eng главный shaharlaridan biri, davlatlaridan biri Italiya. Вот Portofino, Positano, o'tdagi rangli, menga yarki krasочный narsalar yoqadi. Imенно yozgi kolleksiyalarda u yerda shu limoncello, limonlari, unisi bunisi shu o'zlarini kulturasidan kelib chiqqan holda printlari yoqadi. Men aytdim-ku, burkengilarimga hozir turbanlarim ham materiallarini o'zim ishlab chiqaraman, o'zim chizaman, printlarini, dekorlarini, ranglarini o'zim tanlayman. Shuning uchun u yerda rang uyg'unliklarini ko'rishni yaxshi ko'raman. Istanbulga borishni yaxshi ko'raman, chunki Istanbuldan doim yangi matolarga, g'oyalar bilan borib, ularni realizovat qilib kelaman. Savolni oydinlashtiramiz. O'sha qaysidir davlatga borganingizda sizni esingizdan chiqmaydigan yoki noodatiy biror bir vaziyatni eslaymiz. Umraga borganimdan keyin namoz ko'ylikka ideya kelganman-da, namoz ko'ylik chiqarganman. Chunki Ramazon oyida borganmiz, kechasi bilan nima o'qib chiqqanmiz, taroveh o'qib chiqqanmiz. Shunda aytganman, ha deb o'tirib turib ko'p namoz o'qisangiz, mana bu ro'molingiz xalaqit berar ekan, mana bu yerda igolkalaringiz, mana bularningiz qimirlashni boshlar ekan, sochingiz chiqishni boshlar ekan. Shunga udobniy bitta namoz ko'ylagi kerak ekan deb, keyin boshqa qizlarning namoz ko'yligini ko'rib, voy, shunaqa narsalar chiqarish kerak ekan. Bunaqa shifon ro'mollar, mana bu abayalarda neudobniy ekan ko'p namoz o'qisangiz deb, o'shandan kelib chiqib yana problema, yechim. Menimcha biznesda eng asosiysi shu, problema, yechim. Men shuni aytgan bo'lardim. Именно sayohatimdan kelib chiqqan g'oyalardan biri shu. Habiba aytyapsizki, ham Ostonada, ham O'zbekistonda yashayman deb. Bu qanaqa ikki davlatning o'rtasida borib kelish qiyinchilik tug'dirmaydimi sizga? Hamma hozir seximdagi qizlar ham, ishxonamdagi qizlar ham so'rashyapti, "Habiba, qiynalmayapsizmi?" deb. Qiynalmayapman emas, qiynalyapman, lekin men hech qiyinchilikdan qochgan odam emasman. Hech narsa oson bo'lmaydi bu hayotda. Ras brendimni ham, o'zimni ham dunyo miqyosidagi influencer, dunyo miqyosidagi dizayner, dunyo miqyosidagi brendga olib chiqmoqchimanmi? Bu narsa Toshkentda o'tirib bo'lmaydi-ku. Qayerdandir boshlash kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun Qozog'istondan boshlayapmiz. Sekin-sekin yana dalisha davom etamiz. Shunaqa qarayman, men любой narsaga qiyin yo'li, oson yo'li tursa, oson yo'lini tanlamayman men. Agar oson yo'lini tanlaganimda obora bo'lib, bitta 18 yashar qiz hamma yo'g'imni, butun komfortimni bu yerda tashlab Kanadaga borarmidim? Yo'q, bormas edim. Niyat, men qiyin narsadan cho'chimayman, chunki adam doim aytgan menga, qizim, oson yo'l bilan qiyin yo'l bo'lsa, qiyinini tanlash kerak. Nimaga? Chunki hozir qiynalmasang, ertaga qiynalasan. U qiyin yo'l qachondir по-любому keladi. Hozir osonini tanlasangiz, ertaga o'sha qiyinchiligi bo'ladi. Agar men hozir o'zimni komfortim, menga Toshkentda mazza, hamma meni taniydi, sotuvim bo'lyapti, mazza qilyapman, shu Toshkentda yuraveraman desam, Toshkentda yuraveraman, dalisha o'smayman. Lekin o'smoqchi bo'lsangiz, zona komfortidan chiqish kerak. Bu degani ozgina endi to'da-shuda uchish kerak bo'lsa, uchamiz endi. Nima qilamiz? Demak, faqat o'sha kasbingiz yuzasidan yo'q, turmush
turmush o'rtog'imni ham ishi u yerda. Hozir ularning ishi полностью Ostonada. Mani ishim bu yoqda, lekin u yerga ham sekin-sekin уже boshlayapmiz. Hozir Garri degan multibrendoviy magazinda уже bizani burkinglarimiz sotilyapti. Поэтому sekin-sekin endi Ruh degan magazin ham chiqdi bizga. Bizga ham o'zingiz tovarlaringizni qo'ying, biz ham sotaylik. Sizni tovarlaringizni выставкада ko'rdik deb endi ularga ham beramiz. Sekin-sekin уже shu Уже yoyilishni boshlayapti. Habiba opa, bitta savol bermoqchiman. Shaxsiy hayotingizda taxminan 20 yoshlaringizda birinchi hayotingizdan ajrashgansiz, to'g'rimi? Yo'q, 22 yoshimda turmush qurganman. 21 yoshimda. 21 yoshimda qurganman. 23 yoshingizda ajrashganman-da. Ikkinchi marta oila qurayotganingizda qo'rquvlar bo'lmaganmi? Aytishadi-yu, birinchi marta og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deb. Endi 23 yoshimda ajrashgan bo'lsam, 29 yoshimda turmush qurdim. Orada 6 yil kanikul bo'ldi dedim. 6 yil dam oldim, davolandim, o'zim ustimda ishladim. Bilasizmi, birinchi, ikkinchi yili hammani ayblaysiz o'zingizdan tashqari. Keyin o'zingiz ustiz ishlaganingizdan keyin, demak buni bunaqa qilsam bo'larkan, buni bunaqa qilsam bo'larkan. Demak, keyingi safar bunaqa qilaman deb o'sha o'zingiz ustingizda ishlaysiz. O'zingiz yoningizda qanaqangi odam ko'rishingizni bilib olasiz, qanaqangi hayot xohlashingizni va u hayotga erishish uchun yoningizdagi partnyoringiz qanaqa bo'lishini o'rganib olasiz. Buning uchun hammasiga vaqt kerak. Mana agar turmushidan ajragan qizlar yoki o'g'il bolalarni ko'rayotgan bo'lsa, maslahatim shoshilmanglar keyingisiga. Agar shoshilsanglar, xuddi o'sha xatolarni yana qaytarasizlar. Eshitganmisiz, shunaqa odamlar bo'ladi. Na prinsip, voy unga ko'rsatib qo'yaman deb birpasda erga tegishadi, ajrashishadi yana bir marta. Shunaqalar juda ko'p yoki yana uylanib olishadi. Voy, bir oyda uylantirib qo'yaman. Da, можно. O'sha hafta erga tegib bo'lsa ham bo'ladi. O'sha hafta uylanib bo'lsa ham bo'ladi. Lekin meni fikrimcha, odam bitta dars, har bitta turmush dars desak, bitta darsingizni o'qib olmaguncha keyingi etapiga o'ta olmaysiz. Maktabda ham to'g'rimi, ekzamenlarni topshirasiz, keyingi sinfga keyin o'tasiz. Universitetda ham shu, keyingi kursga o'tishingiz uchun hamma ekzamenlarni topshirishingiz kerak. Siz bu ekzamendan o'ta olmasdan yana keyingi darsga o'tsangiz, yana o'ta olmaysiz. Shuning uchun u darsingizni o'tib, rivojlanib, qanaqadir Alloh bilan kontaktingizni to'g'rilab, duolaringizni to'g'rilab, sal переосмысление qilib olib, keyin erga tegishingiz kerak menimcha. Menimcha 6 yil ichida bu narsani qilib oldim deb, уже готовый edim. Menda bunaqa niyat bor edi. 30 yoshimda men o'sha turmush qurib, o'zimning uyimda, o'sha homilador bo'laman, ikkinchi farzandimga derdim. Xuddi shunaqa bo'ldi. 30 kirishimga o'sha turmush qurib, o'sha o'zimning uyimda, o'zim xohlagan oshxonamda, alhamdulillah chiroyli oilam bilan, o'sha qornimda ikkinchi farzandim bilan homilador holatimda 30 ga kirdim. Endi ko'pchilik uchun 30 qanaqadir значимый yosh-ku. Mana alhamdulillah hozir 33 yoshimda 3 ta farzandim bor. Shu raqamlarga qarayman, 33, 3 ta farzandni onasiman. Alhamdulillah, hammasi bo'ladi. Odam harakat qilsa, sabr qilsa, shoshilish kerak emas. Imенно shaxsiy hayotga kelganda shoshilish kerak emas menimcha. Bir videoyingizni ko'rgandim, 13 raqami men uchun omadli degansiz. To'g'ri. 13 raqami rostdan ham omadli, chunki 13-avgustda turmushga chiqqanman. 13-oktyabrda qizimni tug'ilgan, 13-mayda o'g'lim tug'ildi. То есть 3 barobar. Zakosnoy raqam. Da. No, ikkinchi o'g'lim 9-iyulda tug'ildi. Umuman boshqacha ko'rinishi ham, xarakteri ham. Men hozir endi katta bo'lib rivojlangandan beri sezyapman. Men aytdim, точно dedim. Bu 13da kutmayman, men 9 chiqaman. Menga farqi yo'q planinglarni deb tug'iladigan bola ekan. U buzadigan bola, u dahshatli xarakteri. Men o'yladim, u ham 13-iyulda tug'iladi deb. Keyin yo'q, u kutmadi, 9. 4 kun kutsa 13 bo'lardi-da. Yo'q, shundan ham bilsa bo'ladi buni xarakterini. Boshqalarga o'xshamaydigan. Hech kim bilmaydi, o'zi xohlaganini qiladi. Oila bilan biznesni olib ketish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Qachondir faqat biznesga yo'nalib qolib, oilani vaqt ajrata olmaganingizda xafa bo'lgan paytlaringiz yoki farzandlaringizga?
Bilasizmi, oila ham, biznes ham, umuman hayot shunaqangi narsaki, bir tekis ketmaydi. Doim mana shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Biza doim nima deydi, motiondamiz. Doim qimirlaymiz, o'zgaramiz, qoqilamiz, turamiz. Shuning uchun biznes ham hali gaplashdik, bir bo'ladi, bir pasayadi, yana tepaga chiqadi shunaqa. Shaxsiy hayotingizda ham, oilangizda ham bir полностью mamichka roliga kirasiz, keyin bir sal kamayadi mamo rolingiz unaqa. Lekin в целом общий olganda yaxshi ketishi kerak deb bilaman. Balansda ushlab qolish kerak deb bilaman. Ba'zan masalan выставкalarim bo'lsa yoki Istanbulga matolarni deb borishim kerak bo'lsa yoki bu yoqda pakaz bir narsalarim bo'lsa, albatta mamichka rolim sal pasayadi. Lekin ularni o'tkazib bo'lganimdan keyin ishimdan tam 2-3 kun dam olaman. Mamichka rolim oshadi. Shuning uchun har kuni 50 ga 50 bo'lmaydi. Ba'zan 100 ga 0 bo'ladi, ba'zan 70 ga 30 bo'ladi, ba'zan 60 ga 40 bo'ladi, u yog'iga yo bu yog'iga. Muhimi menimcha eng birinchi o'rinda uyda shunaqangi sharoit qilib qo'yish kerakki, siz ish bilan band bo'lib qolib ketsangiz ham, sizni o'rningizga odamlar delegirat qilib qo'ysangiz, o'sha odamlar qilish kerak. Nyanka bo'ladimi, yordamchi bo'ladimi, povar bo'ladimi, farzandlarim doim sog'lom, домашний ovqat yeyishi kerak. Albatta, bolalarim vaqtida uxlashi kerak, bolalarim vaqtida o'qishi kerak, maktab bog'chasiga borib kelishi kerak. Bu как положено bo'linadi. Lekin ona mehrini kulminatsionniy ish jarayonlarim emas paytlari ko'proq oilam bilan bo'laman, bolalarim bilan bo'laman. Chunki o'g'illarimni man tilab olganman. 6 yil probel bo'lgan payti judayam havas qilardim o'g'il farzandlari borlarni. Shuning uchun alhamdulillah Allohim menga ketma-ket o'g'illar berdi. Bularni judayam qadriga yetaman. Qizimni ham, o'g'illarimni ham. Shuning uchun ular bilan vaqt o'tkazishim ham men uchun katta baxt. Hozir aytdim sizga, что ertaga uchib ketaman deb, keyin Dubayga boraman deb, shu Dubayga bolalarim bilan ketyapman. O'shalarni quyoshga, vitamin D ga to'yishsin, aylanishsin hozir bahorga kanikulga deb. Bolalar bilan uchish oson emas. Men bitta nyanyam bo'lsa ham, bitta nyanyam chaqaloq Yunusga qarasa eng aktivniy bola Yusuf bizada. U bilan uchish azob. Turmush o'rtog'im masalan aytdi, bo'ldi, men farzandlar bilan boshqa uchmayman. Sani borging kelsa, пожалуйста dedi. Men bo'ldi dedim. Boraman. Ish qilish masalan, farzandlar bilan dam olish bu dam emas, bu ish. Ayniqsa agar farzandingiz aktivniy bo'lsa, lekin men o'zimni ichimda как mamichka qiynalsam ham bolam maza qilsin deymanmi? Deyman. Shuning uchun bolam uchun boraman. O'zim uchun dam, u boshqadan bo'ladi. Aisha bilan dadasining munosabatlari qanaqa? Yaxshi. Aisha adasini ada deydi. Adasi har kuni ertalab maktabga o'zi olib boradi, o'zi olib keladi. Даже внешне ham o'xshashadi. Ularni даже ovqatlarda предпочтениялari, yaxshi ko'rgan ovqatlari ham o'xshaydi. Mendan ko'ra ko'proq ularga o'xshaydi. Bilmayman bu qanaqasi. Biologический nima bog'liqligi yo'q bo'lsa ham juda ham o'xshaydi. Bilishim bo'yicha siz farzandlaringiz bilan angliskiyda muloqot qilar ekansiz. Ba'zi bir o'zbek onalarimizdan farqli ravishda. Buni sababi nimada? Chunki men shunaqa deb o'ylayman. Inson qancha ko'p til bilsa, shuncha ko'p birinchidan ichidan boshqacha o'zini qirralarini ko'radi. Chunki men ham har bitta tilda gaplashganimda boshqacha Habibani his qilaman, boshqacha Habiba chiqadi mendan, boshqacha dunyoga qarayman. O'zbekcha gaplashsam, o'zbekcha linzam bilan qarayman. Inglizcha gaplashsam, inglizcha linzam bilan qarayman. Turkcha gaplashsam, turkcha linzam bilan qarayman. Shuning uchun farzandlarim ham o'sha linzalari, dunyo qarashlari keng, ko'proq bo'lishini xohlaganligimga ko'proq til bilishini xohlayman. Endi nimaga ingliz tilida gaplashaman? Chunki biz Toshkentda yashasak, по-любому o'zbek tilini biladi, to'g'rimi? O'zbekcha muhit bo'ladi. Bog'chasida o'g'limni masalan, o'g'limning bog'chasi ruscha. O'tda ruscha o'rganyapti. Ingliz tilini kim o'rgatadi? Men o'rgataman. Shuning uchun bunday bo'lib qo'yganman. 11 yillik. To'g'ri. Shunaqa qilib bo'lib qo'yganman. Shunda oson bo'ladi. Masalan, bizning ota-onamiz ingliz tili bilishimiz uchun alohida pul to'lab, nima deydi, частный maktabga berishgan, ingliz tili o'rgansin deb. Ammo u maktabga bermasam, men farzandlarim men o'sha maktabda o'qiganchalik ingliz tilini bilishini xohlayman. Men вообще
to'rtinchi tilli maktabga bering, kerak bo'lsa fransuzskiy maktabga bering. U ingliz tilini manda o'rgansin, bog'chasidan ruscha o'rgansin, o'rtoqlaridan, uydan o'zbekcha o'rgansin-da, maktabda bilmadim, fransuz tili o'rgansin yoki arab tili o'rgansin, to'g'rimi? Yana ham ko'paysin tillari. Shuning uchun ingliz tili bonus bo'lsin deb men o'zim o'rgatib, o'zim gapiraman. Demak, onalarning bilimli bo'lishi farzandlar uchun juda ham muhim ekan. Juda ham muhim. Nafaqat til bo'yicha, balki o'zi ilm, o'zi aql farzandga onadan o'tadi. Psixogenetika taraflama ham shunaqa. Bu narsaga ko'pchilik ishonadi va men ham bu narsani ham ishonaman, ham tekshirib ko'rganman. Ko'pchilik oilalarda analiz qilib ko'rganman. Onasi aqlli bo'lsa, farzandlar aqlli bo'ladi. Demak, onalarni aqlli qilish uchun ularni ota-onalari ham qanaqadir harakatlar qilishi kerak. 100%. Menda necha marta Instagramda so'rashadi, "Voy, qizingizni ingliz tili gapirishini rosa havas qilaman. Qanaqa qilib o'rgatgansiz? Qaysi maktabga bergansiz? Qaysi repetitorga bergansiz?" deb. Hech qanaqa repetitorga bermaganman. Maktabi ham, maktabidan avval ham, maktabga borishdan avval ham ruscha bog'chaga borganda ham ingliz tilisi shunaqa edi. Nimaga? Chunki o'zim o'rgatganman. Shuning uchun avval o'zingiz o'rganing deyman. Keyin menga bolamga qanaqa o'rgatay desa, o'zingiz o'rganing deyman. O'zi o'rgansa keyin bemalol o'rgatadi. Habiba opa, eng baxtli kuningizni eslaylik. Hayotingiz davomida eng baxtli. Hamma farzandlarimni ko'rgan kunlarim bo'lsa kerak, eng baxtli kunlarim. Qanaqa hislar bu paytda? Hamma duolaringiz ijobat bo'lgan kunlar. Bu narsani ona bo'lganmisiz hali? Bo'lmaganmisiz, farzand ko'rganingizda tushunasiz. Любой biznesingizdagi yoki o'qishingizdagi, karyerangizdagi yutuqlaringiz uni oldida hech narsa emas. Именно farzand ko'rganingiz paytingiz, когда Alloh sizga shunaqangi bir ne'mat bersa, umuman yo'q odam siz yoningizda paydo bo'ladi-da, не только paydo bo'ladi, еще shunaqangi важный personaga aylanadi. O'ylaysiz, qanaqa qilib shuncha paytdan beri bu siz yashagan ekanman deysiz. Bu farzandingiz tug'ilguncha nimangiz bor bo'lsa, nimaga erishgan bo'lsangiz, hammasini berib yuborishga tayyorsiz. O'sha farzandingiz uchun. O'zi kecha tug'ilgan, kecha hayotingizda paydo bo'lgan bo'lsa ham, uni hidi, uni nimasi bilmayman, juda ham yaxshi ko'raman. 4-chi farzand bo'lib qoldi. Shu momentda hidlarini gapirib, 4-chi farzandimni xohlab qoldim. Hatto men слишком bolajon odam emasman. Men orada dam olib turishim ham kerak onalikdan. Bo'lmasam tomim ketib qoladi. Lekin farzandim ko'p bo'lishini xohlagan bo'lardim. Duolaringiz bilan qanchalik ijobat bo'ldi deb o'ylaysiz? Hamma duolarim ijobat bo'lgan. Hamma duolarim ijobat bo'ladi va mana shu joyda bitta juda ham aktual narsani aytaman. Meni fikrimcha, Allohga biz nima desak, biz Alloh haqida qanaqangi tushunchada bo'lsak, qanaqangi gumonda bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi bizga Alloh. Masalan, Alloh meni hamma duolarimni qabul qiladi, Alloh doim meni eshitadi desak, rostdan ham eshitadi, rostdan ham hamma duolar qabul bo'ladi. Yoki voy Alloh, men shunaqa qilganimga meni jazolayaptimi deb shunaqangi gap ham bor-ku, desangiz rostdan ham jazolaydi. Shuning uchun to'g'ri niyat, to'g'ri narsani kutsangiz, именно kutganimizdek bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, Alloh meni yaxshi ko'radi, hamma duolarimni ijobat qiladi deb. Rostdan ham shunaqa bo'lgan. Hali bir ijobat bo'lmagan, duolim bo'lmagan. Budishida kutayotganlarim ham bor, ular ham bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hozirgi zamonda rosa ko'pchilikcha bilasizmi, Instagramdan, Telegramdan boshqa odamlarni ko'rib, eshitib faqat solishtirishyapti-da. Keyin solishtirganda o'zini ishi, o'zini hayoti anaqa oddiy bo'lib ko'rinyapti, yoqmayapti keyin o'zini hayoti. Bundan keyin depressiyaga tushib, qanaqadir negativniy bo'lib ketyapti odamlar. O'sha yaxshilikka ishonmay qo'yib. Ammo xohlardimki, hamma yaxshilikka ishonishini, pozitivniy vibratsiyalarda bo'lishini va Allohdan faqat yaxshilikni kutishini. Поэтому motivatsiya bo'lgan bo'lsa xursandman. Shunaqa period bo'lsa sizda, ya'ni butun ishlaringizni, dizaynerlik hamma tashlab, faqat oilani tanlash kerak bo'lsa, qilarmidingiz shu ishni? Faqat oilani tanlash kerak bo'lsa, bilasizmi, men turmush o'rtog'im imенно
ishlaganligim uchun ham mani yaxshi ko'radi. Sizga hozir tushuntirib beraman. Не потому что там qancha topishimni ham bilmaydi ular. Aytmayman ham, ko'rsatmayman ham. Umuman u boshqa tema. Просто ayol kishi ishlashi ular uchun yaxshi va norma. Chunki ularni oilalari ham ishlaydi. То есть mani qaynonam hozirgacha ishlaydi. Хотя уже 60 dan oshgan bo'lsalar ham haligacha ishlaydi. Ularning o'zlarining to'yxonasi bor. To'yxonasini yuritadi, tadbirlar qiladi. То есть maza qiladi, o'zi ishlab yaxshi ko'radi o'zini ishini. Menimcha odam doim qanaqadir izlanishda, rivojlanishda ishi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Faqat pampers bilan skоворodkada qolib ketsa, endi bir xilgilar uchun bu normadir, lekin mani tabiatimga bu to'g'ri kelmaydi. Men doim shuncha narsa o'qidim, izlandim, men bir narsa qilishim kerak degan tabiatdaman. Bu narsani turmush o'rtog'im bilganligi uchun ular meni uchratganda, men ularni uchratganimda уже men состоявшийся ham businesswoman, ham bloger bo'lib bo'lgandim. Va bu narsani yoqtirib, bu narsani bilib, ular menga uylanganda shuning uchun bunaqangi shartlari bo'lmagan. Men ham bunaqa shart bo'lsa balkim turmush qurmagan bo'lardim. Chunki shuncha qilgan mehnatimni o'zimga o'zim xiyonat qilgan bo'lardim-da. O'zimni mehnatimga xiyonat qilgan bo'lardim. Bu narsa menimcha yaxshi ayol yoki yaxshi ona bo'lishimga to'sqinlik qila olmaydi. Naborot plus bo'ladi. Mehnat qilgan ota-onasini ko'rsa, ota-onalar farzandlar ham ertaga ular ham mehnat qilishadi. O'sayotgan erkakning yonida o'sayotgan ayol bo'lishi kerak. To'g'ri. Agar ayoli kitob o'qimasa yoki ayoli ishlamasa, hech narsani bilmasdan faqat ovqat qilishni bilsa, erkak kishi kelgandan keyin ishini gapirib bergisi kelmaydi, chunki undan nima ideya chiqadi, undan nima maslahat chiqadi. Normalniy fikrlaydigan ayoli bo'lsa, mana shunaqa bo'lyapti, bunaqa desa, voy men bunaqa qilasizmikin, voy men bir tanishimiz bor, bunga chiqib ko'raymi, so'rab ko'raymi, bularda balkim bunaqangi personal bordir, udir, budir deb, даже kerak bo'lsa ishlariga ham yordam berib, maslahat berib, bizda yoshligimda men shu narsani ko'rganman. Bizda adam kelib, hamma katta ishlarni aytib berardi, oyim maslahat berardi, oyim ham aytardi, bunaqa qilamizmikin, unaqa qilamizmikin deb. Chunki ayol kishi bilan erkak kishining fikrlashi juda farqli. Ayol kishi ko'rgan narsani erkak kishi ko'rmaydi. Erkak kishi sezgan narsani ayol kishi sezmasligi mumkin. Ayol kishi sanolmagan pulni erkak kishi sanab beradi kerak bo'lsa, yoki erkak kishi sezmagan har xil takoy nozik taraflarini biznesda odamlar bilan kelishishda ayol kishi sezadi. Shuning uchun bir bilan gaplashsa, birga o'ssa, birga rivojlansa, bu bir-birini to'ldiradi. Da. Habiba opa, shunaqa biznes egasiz, o'zingizni brendingiz bor, yangi asos solgansiz. Shunaqa pozitsiyada ham turmush o'rtog'ingizdan pul olib turasizmi? Albatta. Albatta turmush o'rtog'im-ku ular. Men musulmon ayolman, shuning uchun musulmon ayollarda qanaqa bo'ladi? Musulmon oilalarda erini topganini yarmi ayoliniki bo'ladi. Ayolini topganini hammasiniki o'ziniki bo'ladi. Bizning oilamizda ham xuddi shu narsa praktika qilinadi. Va hammaga shu narsani tavsiya qilaman. Chunki erkak kishi pul berganida просто u finans emas, buni ichida juda ham katta psixologiskiy разбор ketiladi-da. Masalan, pul bergandan keyin erkak kishi o'zini главный his qiladi. Erkaklik egosi bosiladi, to'g'rimi? Pul beryapman, mas'uliyatni his qiladi. Mas'uliyatni his qiladi. Men beryapman deydi. Ayol kishi ham men pul olyapman deb o'zini ayolligini his qiladi, eridan olayotganini his qiladi. Eri ishlab то есть energoobmen bo'ladi, to'g'rimi? Ayol kishi bu yerda uyut, oilani baribir создавать qilyaptimi, ishlasa ham создавать qilyapti, demak, o'shanga yarasha energoobmen bo'ladi. Duo qiladi, olgandan keyin narsalar olib kiysa yoki yesa, bolalariga bir narsalar hech qachon ayol kishi просто tak ko'chaga sarflamaydi, erini pulini, eridan olganini yana oilaga sarflaydi, yana baraka oshadi. Bu ham baraka tarafdan ham psixologический energoobmen tarafdan ham, plus отношенияларga ham juda ham muhim. Men tam 50/50 отношенияларni tushunmayman, bu narsalarni support qilmayman. Plus menimcha sog'lom ayol va erkak kishining munosabatida albatta erkak kishi ayoliga pul berish kerak, ta'minlash kerak. Keling, shu o'rinda o'zingizni daromadingizni ham aytib o'tsangiz. Yo'q. Nega? Chunki erim ko'rishgan emas. Hech kerak emas bu sekret. Aytmaymiz voy.
Qancha daromad topasiz? Taxminicha bo'lmasa. Yaqinda Shadishan intervyusini qilganimda shunda ham shunaqa savol berishdi-da. Taka, "Yo'q, aytmayman" deb, "Bilish kerak emas turmush o'rtog'im" desam, 10 mingdan ko'pmi deydi. "Ha, ko'p" desam, "Хорошо" dedi. "Вот 10 mingdan ko'p." Demak, 10 mingdan ko'p. Oygada. Endi sizni yo'lingizdan borayotgan, sizga o'xshab modelyar bo'lishni xohlayotgan yoshlarimiz juda ham ko'payib ketgan hozir. Ayniqsa qizlarning orasida. Ular nima qilishi kerak deb o'ylaysiz? Top 3 maslahatni berib o'tsangiz ularga. Tak, maslahat beradigan bo'lsam, dizayner bo'lmoqchi bo'lsa, mani birinchi maslahatim brend DNKsini to'g'irlash. Ya'ni bu uni chiqaribdi, mana shunaqa chiqaraman, u uni chiqaribdi, mana bunaqa chiqaraman yoki hozir mana shu moda ekan, shuni chiqaramiz, hozir bu trend ekan, buni qilamiz deb har xil narsalarni qilib yuborsa dizayner, unda o'zini o'zligini yo'qotib qo'yadi. Albatta, любой brendda o'zini brend DNKsi bo'lishi kerak. Shunaqangi bo'lishi kerakki, mana bitta koftani olsam, masalan, men bu kofta Valentinonikimi, Chanelnikimi, Dolcenikimi bila olmayman. Chunki o'zi brend DNKsiga moslagan bo'ladi. И sugar planda ham не только turbanimiz, balki namoz ko'ylagimizmi, burkiniyimizmi yoki koftichkalarimizmi, ranglarimizdan, qanaqadir ishlarimizdan, bichimimizdan, unimizdan, bunimizdan klientlar ajratib oladi bizgiligini. Shuning uchun начинающий dizaynerlarga maslahatim, yaxshilab o'zini brend DNKsini ustida ishlasin, birinchisi. Ikkinchi maslahatim, albatta, finans tarafiga seryozni qarash kerak. Qancha talantlar bor, ular rivojlanmaganligi sabab bu finans. Fashion finanssiz yurmaydi. Finans kerak va не только finans kerak. Uni sota bilish kerak. Sotgani plashatkasi bo'lishi kerak. Uni reklama qilish kerak, uni ko'rsatib bera olish kerak. Finans bilan fashion qo'lma-qo'l ketadi. Shuning tarafiga ko'pchilik dizaynerlar faqat dizayn tarafini biladi-ku, finans tarafini bilmaydi. Shuning uchun yoniga partnyor olish kerak yoki finansga javobgar odam delegировать qilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Uchinchi maslahatim, iloji bo'lsa o'zini необычный, unique selling point, необычный narsasi bo'lishi kerak. Noodatiy sotuv olib keladigan tochkasi. Bizda unique selling point turban и burkini. Turban yoki burkini desa hamma biladi sugar plumligini. Ularni ham brendiga, ularni ham narsasiga bir qanaqadir bitta cho'tki narsasi bo'lishi kerak. Masalan, lavash desa hamma Evas deydi, to'g'rimi? Yoki iPhone telefon desa hamma Apple deydi, to'g'rimi? Hammani o'zini qanaqadir fishkasi bo'ladi. McDonald'sdan $1 morojnasiga mashhur yoki hozir yana fashion ichidan aytadigan bo'lsam, mana birinchi chiqargan baletka desa Chanelda baletkalari mashhur. Har bitta narsani o'zini qanaqadir mashhur, har bitta brendda o'zini qanaqadir mashhur fishkasi bor. Любой odamga o'sha narsa kerak bo'lsa, mana shu yerdan topaman deb borib topa oladigan bo'lish kerak. Dizaynerlarga maslahatim bu uchinchisi, mana shunaqangi narsa chiqarsin, shunaqa narsadan zo'r as bo'lsin. Любой odam ulardan olib bemalol aytgan summasiga olib kiysinki, bilsin, eng zo'ri shularda deb. Все. Bo'ldi. Bitta narsa so'ramoqchi edim. Bu yil fashionda, ya'ni modada nimalar trendda va qanaqa o'zgarishlar kutilyapti? Bu yili hozir mana bahor sezoni boshlangan bo'lsa, цветочный print, ya'ni gulli printlar rosa modada bo'ldi. Bu yili даже burkinimiz ham цветочный printda chiqadi. Цветочный printda hali burkinim yo'q edi. Animal printlarda bor edi, flamingolar, tropiklar bor edi, цветочный bo'lmaganida. Bu yil burkinimda ham, turbanlarimda ham цветочный print bo'ladi. Chunki hozir modada, kuzda bizada moda bo'lgan bordoviy rang edi. Hozir bahorda sariqda pastelniy toni moda bo'ldi. Limon emas, prям pastelniy, такой qaymoqdan sal sarg'illashgan rang juda ham modada bo'ldi. O'shan bilan liloviy rang ham juda modada. Pastelniy rozовый ranglar plus pastelniy tifiniy ranglar, shunaqa ranglar modada. Pistashka ranglar ham modada. Bemalol shu pastelniy ranglarni kiyishingiz mumkin. Цветочный printlar kiyishingiz mumkin. Ular ham modada. Keyin oyoq kiyimlarga keladigan bo'lsa, oyoq kiyimlarni uchi qo'polroq, kvadratniy bo'lganlari modada. Uchi dumaloqdan ko'ra kvadratniylari modada. Что еще?
yangi sezonga eng muhimi har doim modada bo'lgan narsa bu figurangizga mosroq kiyinish. Eng modniy narsa kiysangiz ham figurangizga mos kelmasa, unda hammasi bir teng. Shuning uchun moda o'ladi o'sha yerda. Da, figuraga mos. Kimnidir masalan oyog'i uzun, kimnidir oyog'i kalta, lekin beli chiroyli chiqqan. Har doim kiyinganda figurasidagi plus taraflarini ko'rsatib, minus taraflarini yopadigan kiyinish. Habiba opa, bugun maza qilib gaplashdik siz bilan. Mana. Turli mavzularda. Moda, chet el, sayohatlar, har xil temalarda gaplashdik. Maza qildim. Mana maza qildim. Taklif uchun kattakon rahmat. Tashrif berganingiz uchun rahmat. Xudo xohlasa, tomoshabinlarimiz uchun bir manfaatli suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Men ham shunaqa umid qilaman. YouTube'ga qo'yasiz, to'g'rimi? YouTube'ga qo'yganingizdan keyin ko'rganlar bo'lsa, kommentariy yozinglar, yana savollaringiz bo'lsa, o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Agar birorta suhbatimizdan birorta narsa o'zingizlarga хотя бы bitta foydali narsa, eslatmami yoki yangi informatsiyani olgan bo'lsanglar, albatta yozib qo'yinglar. Qolganlar ham o'sha kommentariyni ko'rib, bu videoni ko'rsin. Ha, mana shunaqa foydali narsa bor ekan deb. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat kattakon. Habiba Shamsiddinova o'ziga ishongan, dadil qadam qo'ygan va boshqalarga ham shu ishonchni ulashgan ayol desak mubolag'a bo'lmaydi. U yaratgan har bir detal bu nafosat, bu ayollik, bu kuchdir. Habiba o'z qismatini o'zi yozayotgan minglab ayollarga sen ham qila olasan degan umidni eslatayotgan bo'lsa, ajab emas. Suhbatdoshimizga keng imkoniyatlar, doimiy ilgarilash va muvaffaqiyat tilagan holda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz.